Diabetda yolg'onlarni yo'q qilamiz. Diabet faqat katta yoshda uchraydi. Bu yolg'on, chunki diabet yoshlarda, o'smirlarda va hattoki chaqaloqlarda uchrashi ham mumkin. Diabetni har xil giyohlar bilan davolasa bo'ladi. Bu yolg'on. Diabetni hech qanaqa giyoh bilan davolab bo'lmaydi. Diabetda asosiysi parhez va ko'proq harakat qilish. Diabetda insulinga o'tgan odam bu oxirgi pog'onaga yetib keldi. Bo'ldi, insulinga o'tgandan keyin yoki o'ladi, yoki butun umr insulin oladi. Bu yolg'on. Insulinga vaqtinchalik o'tkazib, holatni to'g'rilab, keyin insulinni olib tashlasa ham bo'ladi. Va faqatgina og'ir holatda insulinga o'tkazilmaydi, ba'zida oddiy holatda ham insulin kerak bo'lib qolishi mumkin. Diabetda operatsiya bilan tuzatishadi. Ba'zi bir insonlar o'ylashadi, oshqozon osti bezini operatsiya qilib olib tashlashadi. Bu yolg'on, mif. Oshqozon osti bezini olib tashlasa, odam o'lib qoladi. Oshqozonni faqat bariatrik yo'l bilan slif rezeksiya yoki gastroshuntsирование, ya'ni oshqozonni kichraytirish va insonni kamroq ovqat yeydigan qilish mumkin. Bu holatda diabet remissiyaga tushadi. Ya'ni 4-5 yil davomida kamroq ovqat yeyilgani hisobiga qondagi qand oshmaydi. Lekin keyinchalik parhezga rioya qilmasangiz, u yana oshishni boshlaydi. Diabetni dietalarsiz tuzatib yuboramiz. Bu ham yolg'on. Agarda siz parhezga rioya qilmasangiz, hech qanaqa diabet remissiyaga tushmaydi, ya'ni tuzalmaydi. Iltimos, reklama va yolg'onlarga ishonib, sog'lig'ingizni yo'qotmang. Chunki qandli diabetda boshidagi qondagi qand qanaqa yursa, butun umr davomida shunaqa yurishga o'rganib qoladi. Demak, arxiv bor. Shuning uchun sog'lig'ingizni ehtiyot qiling va endokrinolog shifokorga murojaat qiling.